Bizda shu tariqa aytmoqchimiz, Xudo xolasa biz davlat standartidan talabga javob beradi. Davlat standartiga o'tgan va sertifikatlarimiz bor. Xudo xolasa shu sertifikatni sizlarga ko'rsatib o'tib ketamiz. Xudo xolasa bir tanishib olsalaringlar ham bo'laveradi. Xudo xolasa bexijolat g'ishtlarimizda kafolatimiz bor. Assalomu alaykum. Aziz yurtdoshlar, sizlarga bir yangilikni aytib qo'yamiz. Xudo xolasa shu hozirgi kunda bu yil 2026-yil yangi yil, xudo xolasa harakat qilyapmiz. Konkurs hozirdan qo'ydik. Xudo xolasa yanvar, fevral oyini xudo xolasa o'rtalarigacha biz shu ro'za Ramazongacha xudo xolasa insonlarga yordam bo'lish tariqasida kimda kim gazabloy oladigan bo'lsa, bizlarga obuna bo'lib, layklar bosib, hammaga tarqatishda yordam beradigan insonlarga xudo xolasa kafillik ulashyapmiz, kafillik bonus qo'shib beryapmiz. Xudo xolasa kafilliklarimiz prostoy kafillik emas, sifati a'lo, bir insonni bir g'ishtni olib bir qimmat bahoga bir uyini qurmoqchi bo'lgan insonga bir tuhfa qilib bir yaxshiroq narsani o'ylab topib bir gazabloyga ketadigan mahsulot bu kafillik ekan deb kafillikda yordam qilyapmiz. Kim mingta g'isht oladigan bo'lsa 100 kilo kafillik bonus qilib beryapmiz. Kimda kim misol hozirgi ehtiyoji bo'lib bir gazabloyni zo'rini bir ishlab chiqarilayotgan joyini bir oqtarayotgan bo'lsa, bizlarda bor o'sha gazabloy. Markamiz 500 marka bilan 600 markali 550 li sement, yasin sementdan foydalanamiz va sifatlari a'lo darajada. Sushilkamiz bor, avtomat reysga kesiladi. Bizda xudo xolasa shunaqa ishlarimiz, a'lo darajada ishlarimiz bor, xizmatlarimiz bor. Telefon nomer qoldirib qo'yaman, murojaat qilaverasizlar. Obunani bir kommentariyalar bilan obunalarni bir ko'paytirsak, do'stlar ulashsak, hammalaringga sizlardan xursand bo'lardik. Aziz yurtdoshlar, hammalaringga katta rahmat. Bizda kam ko'z bo'ladigan bo'lsa uzr so'raymiz. Sizlardan yordamlaringni ayamasdan xudo xolasa bir ulashib do'stlarimizga ko'proq tariqasida izlanayotgan insonlarga yetkazishga harakat qilamiz. Gazabloylarimizni bilmaganlar bilsin, bilganlar uchun katta rahmat. Omad hammaga, ishlaringga barakat bersin.